To'xtangizlar, o'zimizga ham kerak. Ya nima tiyalash, nima janjal? Mana ovsinlarim o'qida qolgan qozon bilan yarim baklashga moyga chapitmoqchi. Ovsin, siz kenja o'g'ilga kelin bo'lgansiz-ku. Mana sizga uy qolyapti-ku. Ha, uyni remont qilguncha yangi uy sotib olish arzonroq tushadi-ku. Bu yangilar ham toza dasmol bo'lar ekan-da. Yaxshi ham uyda baloni yo'q ekan. Bo'lmasa uyni ham sudrab ketikansizlar. Aka, buni parnikka ozgina qarashib yuring. Sen uyda qoldingmi? Parnik seniki. Kerak bo'lsa o'ting qil. Meni xotinim urishadi. Ikkinchi kishi vaqt parnik meniki. Hosil teradigan payt otamdan qolgan parnik deb satilchani ko'tarib yildan bir kelib olasiz. Ha, mayli, yaxshi o'tiringlar. Charchamangizlar. Mana ayam tug'ilgan kunni o'tkazib oldik, ha? Bir xirmo idish tovoqlar bor. Endi shuni birgalashib yuvib olamiz, o'sinlar. Voy, srochno uyga bormasam, tovuqlarim agarda payxon qilib tashiydi. Voy, sho'rim, men ham shoshyapman. Uyga borib sigirlarni sovishim kerak. Yeb icharga vaqti bor. Qolgan payti shashadi. Non bilan terimizni ham qo'parib ketdimi? O'sin, qaynonamizni darsiga ozgina yordam qilib yuboringizlar. Voy, aytsam ishonmaysiz, umuman sharoitimiz yo'q. Kecha mana dajidonga pulimiz yo'qligidan shoshlikda o'zini yedik. Yanga, qarzlaringizni bersalaringiz, qaynonamizga dar olmoqchi edik. Voy, u qarz emas, nevaralarga yordam pul edi. Bizlar qaynonamga pul bersak, qarz bo'ladi. Qaynonam bizlarga bersa, nevaralarga yordam pul bo'ladi. Ikkinchi o'g'ilga tegmay men o'lay. Aya, pensiyangiz chiqibdi. Muncha yaxshi, ozgina bo'lsa ham qarzlarimizni berib olaykanmiz-da, ha? Voy, yarmini menga bering, meni ham bolalarim kattangasiz-ku. Voy, qolgan yarmini menga bering, meni ham erim dayasiz-ku. Uyda ish bo'lsa yo tashvish bo'lsa, sizlar chiqib ketgansizlar. Pensiya desalar, ayam eslanga tushib qoladi. O'roqda yo'q, mashaqda yo'q, xirmonda hozir deb shuni aytsa kerak. Aytdim-ku, ikkinchi o'g'ilga tekkani sho'ri bor ekan deb. Sizlarda ham shunaqami? I love it, I love it, I love it. Oh yeah. Voy, bu uyga kelin bo'lib kun ko'rmadim. Xotin, aya. Qayan jo'llaring bilan sondirab kelyapsizmi? Tillaqizim jiydan tada uxlab qolmag'man, nima aytib kino olding? Ayam bilan buvim sizdan arazlab ketib qoldi. Aybdor topish uchun bundan buyog'iga. Buvim ham o'zim, ayam ham o'zim. U qanaqa bo'ladi? Jonga tuyib ketdi. O'tirsam opoq, tursam sopoqman. Bu nolishiga qaraganda ayasini o'xshatyapti. Keling, shaqillamashdan ishni qiling. Chuchchi, aya urishurmangizlar. Sen o'z onangga gap qaytaryapsanmi? Voy, davlin mo'shyapti. Ayamni bahana kasalni o'xshatyapti lekin. Amana siqqa kuyib ketdi. Ozgina pul bering, bitta salanka qo'yni oling. Pul zotim borma, senga yo'q pulim. Bor qiri. O'g'lim puldan tushqani. Jonlarim bilan gastakka bormoqchi edim. Bo'ldi, aya mana. Qolganidan ber, qirib soq. Bugun ham ishga pishkam ketakanman-da. Uyga o'lsam ham qaytmayman. To'yib ketdim, ketaman. Ketsenki turajina. O'g'limga onasi o'pmagan qizni olib beraman. Aya, xotinimni yaxshi ko'raman, o'g'lim buzilib ketmasin. Ish aralashma. Astara qizim, hadisalar eshitadi. Voy, yuragim. Bo'ldi, aya bilganingiz qilag'in, Kuzatuvlarimdan shu narsa aniq bo'ldiki, dadam bechorani adoyi tomon qilibdilar-ku. Voy, uzr. Agar yana dadamdan bir dona sochi to'kilsa, sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Rahmat qizim, baraka top. Men ko'rgan ma'naviy zararlarni ham undirib berishingizni so'rayman. To'g'ri, jonlari bilan bir hafta tog'da dam olib kelishga ruxsat berilsin. Ruxsat. Joningdan bizni qiz dadasi tuqqan qiz emas, dadasini tuqqan qiz-da. Yangi obrazim sizlarga yoqdimi? Agar shu videoga like bilan podpisatsiya ko'p qo'ysanglar, yana yangilar chiqadi. Ciao.